Allohim, men ba'zida o'zimdan uyalaman. Chunki senga faqat yuragim ezilganda, hayotim izdan chiqqanda yuzlanaman. O'sha og'ir kunlarda qo'limni ochib duo qilaman. Ko'zim yoshlanib yordam so'rayman. Ammo quvonchdacha, yutuqdacha, yaxshi kunlarimda seni unutib qo'yaman. Go'yoki bu yaxshi hayotni o'zim qurib qo'ygandek yashayman. Go'yoki omad, kuch, baraka o'zimdan. Ammo biroz qoqilsam, qalbim ezilsa, yana senga qaytaman. Yana duo, yana iltijo, yana kechirim so'rab. Va har safar sen meni kechirasan. Xuddi hech narsa bo'lmagandek. Allohim, bundan uyalaman. Yaxshi kunlarda seni unutib, faqat yomon kunda izlashdan uyalaman. Men bir kuni Madinaga ko'chib ketaman. Qo'l siltab dunyoning bari ishiga, hech kim qaytara olmas bu maqsadimdan. O'ralib qolganman dunyo tashvishiga, men bir kuni Madinaga ketib qolaman. Ortimdan havas qilib qolar do'stlarim, Rasulim yoniga yetib boraman. Quvonchdan u kuni yig'lar ko'zlarim. Men bir kuni Madinaga ko'chib ketaman. Agar siz namoz o'qimasangiz, bilasizmi hayotingiz qanaqa bo'ladi? Birinchidan hayotingizdan baraka ko'tariladi. Vaqt yetmaydi, pulingiz o'zida ushalmaydi, qilgan ishlaringiz hech qanaqa ko'rinmaydi. Chunki bu haqida Alloh aytadi. Innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri. Ma'nosida, albatta men Allohman. Mendan o'zga iloh yo'q. Bas menga ibodat qil va meni eslash uchun namoz o'qi. Ikkinchidan bo'lsa, gunoh qilish siz uchun juda ham oson bo'lib qoladi. Yolg'on aytasiz, lekin buni siz his qilmay qo'yasiz. Harom narsalarga qaraysiz, lekin vijdoningiz umuman og'rimaydi. Va yana Alloh aytadiki, innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Albatta namoz fahsh va munkar ishlardan qaytaradi. Uchinchidan bo'lsa, qalbingiz Allohdan uzoqlashishni boshlaydi. Duo qilsangiz, umuman his qilmaysiz. Agar ochiq Qur'on o'qiydigan bo'lsangiz, umuman ta'sirlanmaysiz. To'rtinchidan bo'lsa, eng dahshatlisi, qiyomat kuni Alloh huzurida sizdan birinchi bo'lib so'raladigan narsa bu namoz bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, ustunsiz uy qulaydi. Namozsiz hayot ham shunaqa. Bu videoni o'zingiz uchun saqlab qo'ying yoki o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Siz uchun inshaalloh ajr bo'ladi. Allohga nolimang. Allohga nolimang. Mana men nolidim. Men bilmasam nolib qo'ydim. Xor bo'layapman hozir. Makka va Madinaga borish oson ekanda, umuman yo'lda qiynalganim yo'q-ku deb turib yuragimdan o'tkazdim-da. Allohim, yo'lingni ochib qo'ysam senga qiyinchilik kerak ekanda, uyimga borish osonmi senga deb turib mana deb qiyinchilik beryapti. Hozir telefonim, sumkam, pullarim hamma narsa o'g'irlab ketishgan. Allohga nolimang jiyalar, boriga shukr qiling. Shunaqa qiladi Alloh. Boriga shukr qilishingizga majbur qilar ekan. O'zi $150 pulim bor edi. Nima qilaman shuni derdim. Hozir $150 pulim bo'lsa uchib ketaman deb niyat qilganman. Makka va Madinaga borish oson ekan degan narsani yuragimdan o'tkazganim uchun afsusdaman. Chunki Allohim hozir yaxshigina sinov berdi. Bitta isqirt mana rasmini qo'yaman. Hozir mana shu inson meni hamma narsalarimni pastava qilib, narsalarimni olib ketib zalukka qo'yordi. O'zi yo'q. Nolimang, yashayotganingizga shukr qiling. Nimaiki kam bo'lsa, boriga shukr qiling. Men qanoat qilmasam nolib qo'ydim deganlar. O'zim uchun bilib oldim, lekin Xudoyimdan duolarimda so'rayapman. Iltimos yo'limni ochgin, shu $100 pulim bo'lsa ham uchib ketaman Madinaga deb. Pasportimni ham zo'rg'a topdim deganlar, yo'q qo'raman deb tahdidlar qildi. O'zimizni o'zbeklar qildi. O'zbekni chetda itaradi degan gapim rost ekan. O'zimizni o'zbeklar qildi. 10 kundan beri Instagramga kira olmadim. Uydagilarga xabar bera olmadim. Bersam onam xavotir olardi. Hozirgina mana bittagina zo'rg'a telefon topib Instagramga kirib video qo'yishga uspet qilyapman. Bu telefon ham bitta o'zbek ekanligi berib turganiga shukr. Bunaqa darajada xor bo'laman deb o'ylamaganman. Esonaman yeto'la uyga Makka va Madinaga borib esonaman uyga kirib olay, qaytib O'zbekistonni sog'indim. Hamma narsamni yig'ishtirib uyga ketib borishim ham to'g'ri keldi. Bitta pasport bilan O'zbekistonga uchib ketaman desam, O'zbekistonga ham pulim yo'q degan. Kimdan pul so'rayman? Musofirchilikda hamma ishlashga kelgan o'zbeklar. Iltimos sizlardan bitta narsa so'rayman. Duo qilib qo'yinglar. وقف الطفل وحده والليالي
رصاص من حولي وجنود